O'ylab qarasam, yilda bir marta yorimni tug'ilgan kunlarida tort tayyorlar ekanman. Xudoga shukr, biskvitim har doim bittada o'xshab chiqadi. Sizlarga ham bemalol ayta olaman, men retseptim asosida tayyorlagan biskvitim bittada o'xshab chiqadi. To'liq grammlarini va qanaqa tayyorlanishlarini videoning tagida yozib qoldiraman. Biskvitimiz nisholda ko'rinishida bo'ladi. Qolip tagini ham, ustini ham folga bilan o'rab, pastki olovda 1 soat davomida pishirib olasiz. Shunaqangi zo'r bittada o'xshab chiqadi. Oralarini ham qarang, shunaqangi chiroyli. Kremiga muz qaymoq kremini tayyorlab oldim. Ya'ni bizga qaymoq kerak bo'ladi. Mikser qilib olib, qotganidan keyin sukushonka solasiz. Birrov aralashtirasiz. Krem tayyor. Men biskvitlarim orasini sut bilan propitka qilib oldim. Oralarini olcha, banan bilan to'yintirdim. Biskvitim ham, kremim ham zo'r chiqadi, lekin bezatishga kelganda biroz qiynalaman. Shu sababli ko'p tayyorlamasam kerak. Tortim tayyor. Obedda kichkina o'g'lim uxladi. Turmush o'rtog'imga sovg'a sifatida shunaqangi kiyimlarni xarid qildim. Sifati juda ham a'lo darajada. Menga ham va turmush o'rtog'imga ham juda ham yoqdi. Kechki ovqatga mehmon kutmadik. O'zimizda shunchaki oddiygina stol bezatib, 5 barmoq tayyorladik va qizim idishlarni yuvib qo'ydilar. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lishni unutmang.